Agar siz mana shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, kamida 5 million so'mlik bo'lgan bilimlarni atiga 11 ming so'mga olishingiz mumkin. Mana shu narsa huquq deyiladi. Va hozir aytgan narsamni qanday qilib qo'lga kiritishni video oxirida aytaman. Bugun biz siz bilan huquqlar haqida gaplashamiz, ya'ni qanday qilib 3 soniyada e'tiborni ushlab olishimiz mumkin degan savolga Xudo xolasa javob beramiz. Bu darsimiz bo'ladi. Video oxirigacha ko'p ma'lumotlarni olasiz, o'rganasiz. Shuning uchun daftar ruchkani tayyorlang, men aytayotgan ma'lumotlarni yozib oling. Birinchi o'rinda tushuning. Huquq degan atama bor. H O O K yoki inglizchasi yozuvi, o'zbekchasiga oddiygina huquq deb yozasiz. Bu videoni boshida taxminan 1,5-2 barani 3 sekund ichida odamni e'tiborini qandaydir gap, holat, harakat bilan ushlab qolish va undan keyin bo'layotgan jarayonni ko'rishga majbur qilishga aytiladi. Tushundingiz-a? Instagramda huquq degan narsani juda ham ko'pchilik aytayapti, lekin asl mazmunini tushunmaydi. Siz hozir kamida 60% odamdan ko'proq bilimga ega bo'ldingiz, ulardan ustunroq bo'ldingiz aynan huquq borasida. Obunachilarim ko'p, prosmotrim tushib ketdi, undaydi, bundaydi deyotgan odamlarni asl sababi, asl xatosi bu huquqni to'g'ri ishlatmasligida. Xo'p, nimaga bu narsa kerak? Chunki inson shunday yaralgan. Agar unga sal vahima bersangiz, ichiga g'ulg'ula solib qo'ysangiz yoki uni ichidagi muammoni topib, o'sha muammoni unga aytib yechimi sizda borligini aytsangiz, u kutadi. Nima yechim bor ekan yoki bo'lmasam nima qilsam hozir shu savolga javob topaman deydi. Tushundingizmi? Odamga va qiymat berish kerak. Menimcha huquq nimaligini bilib oldingiz. Endi biz ko'proq prosmotr yig'ishimiz uchun nima qilamiz bilasizmi? Birinchi o'rinda qilinadigan ish turli xil platformalardan foydalanamiz. Va bizga eng ko'p yordam beradigan platformalardan bittasini ekranda ko'rib turibsiz, sayti nomini ham ko'rib turibsiz. Xohlasangiz screenshot qo'yib foydalaning. Instagramda hozir trendda video boshiga mana ma'lum bir qiziqarli holatni qo'yadi. O'sha holat tugashi bilan o'zini gapini aytib ketadi. Bunaqa metodlar ham bor. Yoki bo'lmasam o'zingiz qanaqadir sohani chuqur tushunsangiz, nimadir o'zingiz qiziqqan yo'nalish bo'lsa, agar o'shani olasiz, o'shandagi eng ko'p tarqalgan muammoni olasiz, o'sha muammoga yechimingiz bo'lsa yoniga qo'yasiz, ya'ni muammoni aytasiz, mana bunaqa muammoing bormi? Mana bunaqa yechsang bo'ladi degan narsani o'zingiz uchun tahlil olasizda, shu muammoni vahima bilan aytasiz. Vahima bilan aytib, sizda oson yechim borligini aytasiz odamlarga. Odam nima qiladi? Ko'radi. Mana shu holat butun boshi Instagramdagi sirli formula deyotgan insonlarni gapiga tushadi. Ya'ni mana shu sirli formulamiz bu huquqni to'g'ri qo'yib, undan keyin to'g'ri ssenariy yozish. Ekranda ham ko'rib turibsiz, kamida million prosmotr yoki 100 ming prosmotr yig'sa bo'ladigan video uchun formula. Birinchi o'rinda sizga kerak bo'ladi huquq. 0 yoki 1-3 sekundgacha odamlarning e'tiborini ushlashingiz kerak. Undan keyin asosiy qiymatni berasiz. Huquq orqali vahimani berdik, undan keyin o'sha asosiy qiymat degani yechimingizni aytasiz va bu o'rtacha 10 sekund bo'lsa ideal bo'ladi. Va keyin CTA, call to action, ya'ni harakatga undash. Video oxirida aytamiz-ku, kommentariy qoldir, like bos, obuna bo'l, do'stlarga jo'nat. Mana shu narsa call to action deb ataladi. Qisqa lo'nda qilib tushuntiryapman. Oxirida siz ham aytishingiz kerak. Agar ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kommentariy yozing, kommentariy do'stlarni belgilang, saqlab qo'ying, bir-biriga jo'nating va hokazo. Nimaga? Odam esdan chiqarib qoladi, chunki u nechtadir 1000 tami, 100 tami, 50 tami reels ko'rib, sizni reelsingizni ko'ryapti. Shu vaqtgacha u like bosmagan bo'lishi mumkin. Like bosmagan odamni esdan chiqib ketib qoladi. Unga eslatsangiz, bu like bosish kerak ekan deb turib bosadi, qachonki haqiqatan manfaat bergan bo'lsangiz. Yana bitta narsa bor, sizni yaxshi kontent tayyorlashga undaydi. Video boshida aytdim, siz atiga 11 ming so'mga, palon million so'mlik bilimlarni qiymatini olishingiz mumkin. Qanaqa qilib turib? Mana pullik Telegram kanalim bor. Hozir bot orqali sizga silka bordi.
u kanalda nimalar bo'lishini siz ko'proq ma'lumotini aynan shu postda ham olishingiz mumkin. Men u yerda o'zimni bilimlarimni, qo'llanmalarimni, maslahatlarimni, fikrlarimni berib boraman. Kommentariyada siz tomonidan yozilgan deylik savollarga SMM doirasida bo'lsa javob beraman. Sizni qo'llab turamiz. Bizni onlayn jamoamiz u bizning. Meni onlayn jamoam u. Siz kirib u yerda faol bo'lishingiz mumkin. Har 2 haftani birida kun belgilaymiz, deylik siz bilan suhbatlari bo'ladi. Ya'ni umumiy hamma bilan suhbatlashib, muammolarni ko'rib chiqamiz. Kimda nima masala, offlayn uchrashuvlar, eksklyuziv bilimlar va hokazo va hokazo va hokazolar sizga taqdim etiladi va buni hammasi 11 ming so'mga. Bir marta obuna bo'lasiz va shu bilan xudo xolasa kanal oxirigacha, faoliyatini oxirigacha siz o'sha kanalda bo'lasiz. Bu kanal haqidagi, pullik kanalimiz haqidagi batafsil ma'lumotni hozir bot sizga xabar jo'natadi. U yerda qo'lga kiritasiz va maxsus silka bor, bot bor. Unga o'tib klik yoki payme orqali to'lovingizni qilasiz va bot sizga kanal uchun dostupni tashlab beradi. Ishonaman, biz siz bilan pullik kanalda juda ham tez orada ko'rishamiz.